Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Farg'ona viloyati Kirgili mavzesidagi arendaga joy so'ragan obunachilarimiz uchun 300 kvadratli joy topib qo'yganman. Sizlarga videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa narxni ham cho'tka qilib beramiz deyishyapti. Sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Tog'amiz o'zlarini joyi ekan, to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum tog'a, charchamasdan yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Xo'p, arendaga beraman dedingiz. Nima ishlar qilsa bo'ladi bitta tog'a? Bittami, omborxonamga foydalansa ham bo'ladi. Kuzov mashinalar remont qiladigan joy qilsa ham bo'ladi. Mebelni sex qilsa ham bo'ladi, ishlab chiqarish. Skilatga ham olib qo'ysa bo'laveradi. Skilatga ham olib qo'ysa bo'ladi. Skilatga ham olib qo'ysa bo'laveradi. Oldin o'zi nima ish qilingan tog'a bitta? Oldin mebelni sex bo'lgan. Mebelni sex bo'lgan. Bu yamalari ham bor. Yamalari ham bor ekan sizlarga. Bu zo'r. Elektr podstansiya yonida. Suv bor. Bizda yana kattaligi o'sha 300 kvadrat. 300 kvadrat. Chiqadi hisobda. Skilatga ham olib qo'ysalar ham bo'laveradi, mebelni ish qilaman desa ham bo'laveradi. Mashina tuzatadigan ustaxona, omborxona qilsa ham bo'laveradi. Omborxonaga ham bo'laveradi. Mana bu tarafda ham o'zi ancha joy bor ekan-a. Bu stanoylar olib chiqib ketiladi. Bu stanoy ishlatsa ishlaveradi. Ishlatsa ishlaveradi. Ishlatsa ishlaveradi. Ishlatsa ishlaveradi. Mana ko'ringlar. Haqiqatan zo'r joy. Bitta misol xolodilnik tuzatsa ham shunaqa ustaxonalar ham qilib ishlatsa bo'laveradi. Zo'r. Bu yonlari nima ish qilishadi? Bu tashqariga chiqib olib ko'rsatamiz hozir. Slesarlar. Slesarlar bor, yana keyin tokerlar bor yonida. Tokerlar. Yonida tokerni sex bor, slesarni svarshilar nimasi bor. Svarshilar. Xullas, nima ishga olsa ham maza qilib ishlatadi. Bu oyligini qanchaga berilishini aytamizmi yo telefon qilsa gaplashasizmi? Telefon qilib kelib ko'rishsa, yoqsa keyin gaplashiladi. Keyin nimasini gaplashamiz. Yoqsa gaplashni. Bu tarafga ham o'tsa bo'ladimi bitta? Bu yerda ham ikkita xona, bu yoqda ham xona bor. Bu tarafda ham xona bor-a? Ofis bor bu yerda. Ishxona nimalar, skilat mana ko'ringlar. Ama haqiqatan katta joy ekan, nima qilsa ham maza qilib ishlatadigan ekan-a? Zo'r. Bu tarafini ham bitta ko'rsataylik-da. Endi keyin tashqariga chiqib manzilni ham tushuntiramiz. Farg'onada, Kirgilida. Kirgili bozorini, Pelikan bozorini. Rosali Gavjun bozorida yonida. Gavjun bozori. Mana ko'ringlar. 300 kvadrat, telefon qilsalar ham xudo xolasa. Bu qancha yilligiga tuzib olinadimi shartnomasi? Oyiga, shartnoma qilsa, shartnoma 2 yilga, 3 yilga qilib, oyiga arendasini gaplashaveradi. Oyiga arendasini gaplashsa bo'laveradi. Bo'ldi, endi tashqariga chiqib bitta tushuntirib bersa bo'laveradimi manzilni? Tog'a aytdingiz, bu yerdan ravot otsa bo'ladimi? U qaysi mahallaga olib chiqadimi bu yoni? Mahalla. Mahallaga olib chiqadi, bu tarafi ravot otsa bo'laveradi. To'g'ri vaqa kiradi endi. Nayoqdan kirsa ham tashqarisi, bu tarafdan kirsa ham bo'laveradi, hosil. Nayoqdan otsa bo'laveradi. Bu tarafda o'zi ishlar qilishyapti. Kirib kelganlaringda bu joy band ekan, uni ijaraga beriladigan joyi, uni hozir obzor qilib ko'rsatdik. Bitta o'sha joy bo'ladi, ostilarga tashqariga chiqib endi manzilini tushuntirib o'taman. Tog'oz zo'r bo'ladi shekilli bitta ishlari. Ishlarda qilishar ekan zo'r. Mana endi tashqariga chiqamiz. Manzili, qadrdonlar ko'ringlar, Kirgili bozori, Farg'ona viloyati Kirgili mavzesidagi eski bozordan kirishlaringda o'zi asosiy darvozaga yetmasdan mana shu joy ekan. Bemalol ijaraga olsalaring bo'laveradi. Shu yerda kirib ketasizlar. Hozir ko'rsatganimiz xuddi o'sha narsaning ichida 300 kvadrat metr xudo xolasa tog'amizga aloqaga chiqsalaring, narxini kelishasizlar. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yapmiz. Agar bilmaydigan bo'lsalar, like ham tashlab berilaveradi xudo xolasa. Aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib qo'yishasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.